Bugungi kundagi juda ham ko'p uchrayotgan holatlardan bittasi bu ortiqcha tana vazni. Butun dunyoda bu kasallik deb qabul qilingan. Hozirgi kunda juda ham ko'p yoshlarimizni bu kasallik bilan og'rib kelyapti. Oqibatida nima bo'lyapti? Qon tarkibidagi yog'larning miqdori oshishi yog'li trumpli hosil bo'lishiga olib kelyapti. Bu varikoz kasalligi, yoshlar orasida infarkt va eng og'ir ahvollardan bittasi bosh miyadagi mayda tomirlarning ichiga yog'lar tiqilib qolish natijasida uyqusizlik, bosh og'rig'i, qo'l oyoqlarda holsizlik, qo'l oyoqlarda jimirlash, et jimirlash, har xil belgili nevrologik holatlar kuzatilmoqda. Endi u sharoitida qanaqa yordam bersa bo'ladi? Zo'r bitta usul aytaman, albatta diqqat bilan ko'rib, saqlab olib, bitta shu laykka bosib ketasiz. Kerak bo'ladi 11 dona qalampir munchoq olasiz, bir stakanga solasiz, qaynoq suv solasiz. 200 ml yetadi. 15-20 minut damlaysizda, mana shu damlamani ichib yotsanglar bo'ldi. Qon tomir ichidagi tromblar eriydi, qon tomir ichini holati, xususiyati yaxshilanadi va mana stenoz har xil joydagini ketadi. Unutmanglar, tananglar bu ruhiyatingizni yashaydigan makon, yolg'iz makon. Bu makonni sog'lom tutishga majbursiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.